Zodagon faslning stullarni o'ptin joyiga yetganlik. Bu jozibamiz bo'ladi. 4 taligi $80, 6 taligi $110, 8 taligi $140 bo'ladi. Yo, menga vashin zo'ridan kerak, men zodagonman deganlarga mana ularimiz bor. Ya'ni bu 8 talik bo'ladi. Buning narxiga keladigan bo'lsa $290 bo'ladi. 10 taligi bo'ladi. Bemalol zallaga o'tirish, ofislarga ham qo'ysalar ham bo'ladi. Bular narxi $550 bo'ladi. Tabiiy taxtadan ishlangan, polniy laklangan ishlarga 100% garantiya beriladigan bor. Buni 4 talik, 6 talik, 8 talik bo'ladi. 6 talik narxiga keladigan bo'lsa $450 bo'ladi. Eng arzoni $350 dan $550 gacha bo'ladi. Mana bunday endi undan tashqari tomcha kachalilarimiz bo'ladi. 2 kishilik bo'ladi. 200 kg yukni bemalol ko'taradi. Narxi 2.100.000 so'm bo'ladi. Undan tashqari mana bunday gamburgerxona, xo'jayxonalarga qo'yadiganingiz bor. Bittasiga 3 kishi bemalol sig'adigan bo'ladi. Summasiga keladigan bo'lsa 2.5 million so'm bo'ladi. Xuddi o'sha Troitskiy 4 taligi bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsa $175 bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab hammasiga dastavka bo'ladi. Faqatgina kelishilgan holatda bo'ladi. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Komintern qishlog'idagi Umidjon joyida turibmiz. Primo ishlab chiqarish sexida turibmiz. Kimgadir shunaqa zodagon fasol stollar kerak bo'lsa, zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.